Assalomu alaykum Avtoshop podpischiklari. Bugun sizlarga salondan $3000 arzon Shot 24 Premier Plus variantida Onyx mashinamizni obzor etib beracakman. Obzorni boshlamasimizdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga arzon mashinalarni chiqarishda davom etamiz. Videoni Avtoshop avtosalonidan syomka etib turibmiz. Avtoshop avtosalonining manzili toza ochilgan Turk bozorini qarama-qarshi joylashgan. Xo'p, mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, durishi, ssenasi o'ta ideal. Mashinamiz 1000 probeg bilan Peregon turibdi. Aytchakimiz, buningni sizlar hech yerdan $3000 arzondan topib bilmaysizlar. Og'alar, mashinamiz 24 Premier Plus. Farlarni ko'rsangiz, neobeshniy. Hozirgi kunda bilasizlar, bizdan klientlar 24-yilda вообще-то bir 30% shunday qiziqdilar bu mashina, lekin har xil gaplar ham chiqib ketdi. Bilasizlar, Onyx klapan ko'ydiradi, shunday tanqidiy gaplar ko'payib ketdi, lekin men sizlarga bir narsani aytib o'tacakman. Hozirgi kunda Onyx salonimizga egadan yo o'zlarimiz sotib olib shu yerga akkak qo'yadigan bo'lsak, ya'ni stankamizga, parkovkamizga 3 kunda sotilib ketadi. Uzoqi 3 kun. Shu uchun bu mashinamiz ham ulgurib qolasizlar og'alar. Mashinamiz 24. Yana durishi. 1000 probegda Peregon turibdi. Ichki holatini o'tadigan bo'lsak, ichki holat ham o'ta ideal sanaladi. 24-yil, hali birinchi nomerlar ham olinmagan. Hozirgi kunda eng talab kuchli bo'lib turgan Onyx Premier Plus varianti. Bilasizlar, buni orqa sidinyalar ham qizadi. Ya'ni Malibu 2 Premier mashinamizga o'xshab. Mashinamiz 24, ko'p odam 23 deb o'ylashi mumkin, lekin 24-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamizning tan narxini 190 million so'm aytib turibmiz. Yana ustunda galishib beradigan yeri bor og'alar. 190 million so'm 24-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus varianti mashinamizni xohlagan avtosalonlaringizda yoki bozordan ham ko'rishlaringiz mumkin narx-navolarni. Buning narxi hech qayerda yo'q. Assalomu Avtoshop avtosalonida sizlarni hammangizni kutamiz. Agarda mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon ursangizlar, xudo xolasa baraka etib beramiz. Kelaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, birdan like ni bosib qo'yasizlar. Agarda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan biza uzr so'rab qo'yamiz.